Arsenal muxlislari, mendan xafa bo'lmang, ammo jamoangiz bu mavsum ham APLni qo'ldan boy berishi mumkin. Arsenal va Manchester Cityga doir juda ham muhim bo'lgan statistikani hozir sizlarga keltirib o'taman. Undan oldin videoga like bosib, albatta obuna bo'lib qo'ying. Boshladik. So'nggi 4 mavsumning har birida Angliya Premier Ligasida kanariylarning chempionlik uchun to'g'ridan-to'g'ri raqibi bo'lgan Manchester City chempionatning yakuniy 12 turini Arsenaldan ko'ra muvaffaqiyatliroq o'tkazgan. Ya'ni 2021-22-yilgi mavsum APL yakunlanishiga 12 ta tur qolganida Mikel Arteta shogirdlari Pep Guardiola shogirdlaridan ancha oldinda edi. Ammo yakunlangan 12 ta o'yin davomida Arsenal 18 ochko jamg'argan, Manchester City esa 30 ochko jamg'arishga muvaffaq bo'lgan. 2022-23-yilgi mavsumda ham xuddi shu ssenariy. Arsenal 21 ochko jamg'arib, Man City 31 ochko to'plagan va chempionlikka erishgan. 2023-24-yilgi mavsum Arsenal biroz yaqinlashgan, ammo baribir Man Citydan kamroq 31 ochko to'plashgan, shaharliklar esa 32. 2024-25-yilgi Liverpool chempion bo'lgan mavsumda ham garchi qizillar chempion bo'lishgan bo'lsa-da, oxirgi 12 turni Man City yaxshiroq o'tkazgan. Ya'ni Arsenal 21 ochko jamg'argan, Man City esa 27. Bu mavsum esa Arsenal bilan bog'liq bo'lgan mana shu qora an'anaga yo nuqta qo'yiladi, yo Arsenal APL chempionligini boy beradi. Jamoaning navbatdagi raqibi esa Tottenham Hotspur, Shimoliy London derbisi. 22-fevral soat 21:30 da. Abduqodir Husanov boshchiligidagi Manchester City esa 21-dan 22-fevral sanasiga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da Newcastle bilan o'ynaydi. Ushbu o'yinlarni jonli efirda hech qanday qotish yoki uzilishlarsiz tomosha qilishni istasangiz, hoziroq profilim opisiyatsiyasida link ko'rsatilgan Telegram kanalga obuna bo'lib qo'ying.